17 ming dollardan srochniy narxida Hasanboyev postidan, ya'ni betonkadan 1 kilometr shu xonadonimizgacha bo'lyapti. Katta ko'chadan 200 metr kirilgandi. Ko'chalarni ko'ryapsizlar. Keng ko'chalar, yaxshi xonadonlar, gaz, suv, svet bu yerda muammo emas. Maktab, bog'cha, masjid, magazinlar bu yerda muammo emas. Hamma narsa yaxshi bo'lgan joy. Qaranglar, sotilayotgan joyimiz mana masjiddan 4,5 metr yo'lak bo'lyapti. Tashib berilyapti. Mana shu razmerda bo'lyapti. 30 metr ichkariga kirilganda 24 ga 30 metrlik yaxlit joyimiz sotuvga chiqyapti. 7.2 sotuv umumiy maydoni. Yo'lakni hisoblamayaptilar pulga. Endi qo'lini ham bitta kirib ko'rsatamiz. Baland-past, qiyshuv qing'ir joylari yo'q ekan. Yaxlit bo'lib turgan joy. Ichlarini ham bitta kirib ko'rsatamiz. Mana yerni ko'ringlar, tekis joy, baland-past, qiyshuv qing'ir joylari yo'q deganimda, to'ppa-to'g'ri mana hech narsa yo'q. To'g'ri burchak bo'lgan joy. Betga endi quruvchilar ham bizani kuzatadigan. Nechta xonadon qursa bo'ladi? Menimcha mana mo'ljalim bo'yicha 3 ta xonadon qurib olsa bo'ladi degan mo'ljalim bor. Chunki mana bu yog'i 24 metr bo'lyapti eniga. Bu yog'i uzunligi 30 metr bo'lyapti. Mana masjiddan, mana shu devordan bu yog'i ketdi. 30 metr shu oxirigacha bo'lyapti. Xudo xolisa bu yerda chiroyli kottejlarni qurib, tirikchilikni qiladigan joyi. Iloji bo'lsa, bu videoni quruvchilarga tashab qo'yinglar. Shu Hasanboy tarafdan uy qurib sotadigan aka-ukalar bo'lsa, o'shalarga tashab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Keyin bu yerni qurib olgandan keyin xudo xolisa sotuvga chaqirsanglar, o'zimiz yana sotuvga ham chiqarib beramiz. Bilasizlar, reklama xizmati ham, realtorskiy xizmat ham bor. Aloqaga chiqurasizlar. Shu yer bo'yicha egalarining nomerini qoldirib qo'yaman. Bemalol o'zingizlar kelinglar, ko'ringlar. Batafsil yana ma'lumotlarni beradilar. Talab tortishib savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.